tozala, balansla, davola, himoya qil. Eva Product kompaniyasidagi yangi yuz uchun, aynan yuzdagi dog'larga, aknelar uchun 4 tagina mahsulot yuzni tozalaydi, balanslaydi, davolaydi va himoya qiladi. Birgalikda ochamiz. Vau! Buni qaranglar. 4 tasi birda. Gel, tonik, krem, sivaratka. 4 tasi nima vazifani bajaradi? Hozirlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Gel terini xira va kirlardan, yog'lardan tozalaydi. Hidi ham juda ham приятный. Yuzni namlab, gel bilan, muloyimlik bilan yuz yuviladi. Undan avval yuzimni dog' holatini ko'rib olinglar. Bundan keyin oxirida pozla holatini ko'rasizlar. Hozir mana qora tochkalar ham bor yuzimda. Sepkinlarim. Endi yuzimda hech qanaqa filtr, effekt yo'q qizlar. Yaxshilab massaj qilib yuzni tozalaymiz. Po'ralargacha yuzingizni tozalab beradi. Chuqur qilib yuzni namlantirib, makiyajdan yuzingizni o'chiradi. Yuzimni yuvib keldim, aynan gel bilan. Tonik toshmalar va yog'li teri uchun yechim hisoblanadi. Hozir siz bilan buni ishlatamiz. Terini quritmaydi, akne bilan kurashadi qizlar. Juda ham zo'r. Mana yuzim juda ham quruq qizlar, lekin aynan bu meni yuzimga tushmaydi. Lekin sizlar uchun test qilib beryapman. Yog'li yuzlarga, yuzida akne bor, yuzida dog'i bor, ukridan qo'ygan dog', ukrilar toshgan bo'lsa, mayda donachalar, toshmalar toshgan bo'lsa, o'shanaqa yuzlarga to'g'ri keladi. Lekin meni yuzimga tushmaydi. Men shunchaki sizlarga obzor qilib beraman buni. Yuzim nafas olishni boshladi. Yuzimni achityapti o'sha. Qanday yuzimda ishlayotgani bilinib turibdi hozir. Yuzimga bir narsa bo'lsa bo'ldi. Sizlarga ko'rsataman deb. Keyingi etap sivaratka. Anti akne sivaratkasi yani. 3-etapdamiz biz. E'tibor bering. Birinchi gelda yuvasiz, keyin tonik, keyin sivaratka. Bismillah. Nima uchun? Akne dog'lar, qurishi yoki pigmentatsiya kabi muammolarni hal qiladi. 2-3 tomchi yetarli bo'ladi aynan sivaratkadan. Bismillah. Va tonikdagi ana yuzim achitotdi-ku, o'sha ketdi bu holat. To'xtadi achitishi. Qo'rqib ketdim, yuzimga bir narsa bo'larmikin. Akne dog'lar, yuz qurishi, pigmentatsiyalarga juda ham zo'r. Oxirgi etap krem. Krem nima uchun? Terini namlab, avvalgi bosqichdagi foydali moddalarning ta'sirini yopib ushlab turadi. Yuzni namlantirib beradi, ajin tushishidan saqlaydi va yuzdagi pigmentatsiya, har xil aknelarni kechirishga yordam beradi. Teksturasi juda ham chiroyli ishlangan. Bismillah. Hadi shunaqangi mayin, shunaqangi приятный qizlar. Endi mana dog' holati siladam yuzimni. Mana poralari. O'sha bitta ishlatganingizda rezultatini realni sezar ekansiz. Ammo lekin meni yuzimga tushmaydi, chunki meni yuzimda akne yo'q. Men shunchaki sizlar uchun o'zimda sinab, har doim keyin sizlarga tavsiya etganman. Shu uchun sinovdan o'tkazdim. Albatta, xarid qilishga shoshiling.